Farzandingizni quyidagi mahsulotlarni iste'mol qilishdan cheklasangiz, qandli diabet kasalligi paydo bo'lish xavfini 35% gacha, yurak-qon tomir kasalliklari paydo bo'lish xavfini esa 16% gacha kamaytirgan bo'lasiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola hayotining ilk yillarida va ona qornidagi davrida shakar iste'molini cheklash bolada keyinchalik qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari paydo bo'lish xavfini keskin kamaytiradi. Ikkinchi jahon urushi vaqtida Buyuk Britaniyada shakarga nisbatan qattiq cheklovlar qo'yilgan va Buyuk Britaniya xalqi bir necha yil mobaynida shakar iste'mol qilmagan. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, shakar iste'mol qilmasdan ulg'aygan bolalarda gipertoniya kasalligi 16% gacha kamroq, qandli diabet kasalligi esa 35% gacha kamroq uchragan. Hurmatli ota-onalar, yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlarni hisobga olib, farzandingiz ratsionidan shakar miqdorini keskin ravishda kamaytirishingizni maslahat beraman. O'zingiz va farzandingiz sog'lig'i haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamni kuzatib boring.